Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Gentra mashinasi 2019-yil 107 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-peysi avtomat korobkasi bo'ladi akalar. Mashinaga amerikanka olib turadi qo'yilgan, ikkita kichkina pitnosi bor ekan, ko'rsatib o'taman. To'rtta yaxshi yumshoq bo'lonlar qo'yilgan, salon holatlarini ko'rsatib tursam, salonlar yaxshi holatda turibdi. Mashinaga pokreni gaz balon uстановка qilingan, yaxshi chexol ko'ylagi jam solingan, patrol obshikli ham zo'r holatda turibdi. 107 ming probeg. Birinchi pitnosi mana shu krılosini, mana shu pastida pitnosi bor ekan, ikkinchisi mana shu orqa bagajda kichkina shunday pitnosi bor. Qolgan joylari top-toza, o'zini uchun bir qator tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Kuz holati ham zo'r holatda turibdi. 50 partiyada sizlar xohlaganda akmet bo'ladi. Narxini o'kelasizlar olib maza qilishini uchun akamiz bilan to'g'rishib bo'ladigan narxi debdilar. $10,250 baholandi. $10,250 ga 2019-yil 107 ming probegda yurgan minishga tayyor 3 peysi avtomat korobka Gentra mashinasi. Egalar nomerni qoldiraman. Telefon qilib, barak qilishinglar mumkin.